Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun sizlar bilan 365 kunlik challenge'imizni boshladik. Sizlar bilan 365 kun Only Kickboxing haqida trenirovkalari, musobaqada bo'lgan jarayonlar, musobaqalar hammasini olib boramiz. Bugun birinchi kunimiz. Xudo xolasa CrossFitdan boshlaymiz. Qisqacha lavhalarni ko'rsatamiz. Razminka bo'lib yengilgina yugurib kelib, sal qizib olamiz. Ya baraman apa, Tony Montana din. Gece uxlamin işledim, oyladım. İspatlaşım gerek verişine pul yak kanam. Biz bilemiz yedik nan kat kanam. Üstümüzden güledi kıyınçılıkını datmağın. Labr labr 2 kilometr yugurib, sal qizib oldik. Narsalarni joylashtirib boshlaymiz. Gen el sallıydı. Mazı kedile köp yazıp başladı. Mana boshlab ham oldik. Hamma sinsilardan endi bir raunddan almashamiz. Kim bile hiç kime yakmıydı. Valla özü bu mindur flex. Bocak bakırsan break'ın kuruğundan artmıydı. Çıktım köçe yanımda coram öttik köpürünü vanı. Oxirida 3 podxoddan turli hamda brus qilib tugatamiz. Sevgi babusu seni sevmem. Shu bilan bugungi trenirovkamiz tamom.